Beshkujum burungi molako zavodidan kirib kelganimizda Uglovoyda Nodirbegim ko'chasida sotiladigan 4 sotkli uyimiz bor. Uglovoyda mana shu joyimiz xudo sotuvga qo'yilayotir. Bu yerimiz Beshkujum trassadan kirib kelganmiz, ya'ni eski molako zavodidan, Guna molako zavodidan ko'chasidan kirib kelganmiz. Mana shu Qaptalda uyimiz. To'g'ri bo'lmasa, to'g'ri zavod, ya'ni zavoddan Qaptal hisoblanadi. Mana shu uyimiz sotuvga qo'yilayotir. Gazlar tibinda, to'qlar xonasiga turibdi. Umumiy maydon 4 sotik, buning osti natural, usti turar hisoblanadi. Endi ko'rib, xudo xolasa chiroyli deb asoslab oldi. Dokument hammasi siz sozagan, ko'rsatib bo'ladi, bunga chiroyli deb proyektlarda qilingan ekan. Endi mana Qaptalni ko'ramiz. Bu Qaptalimizga letniy garaj qilingan ekan. O'zlarining ta'biziga qarab, yana o'zgartirib asoslab bo'ladi. Bu balandini balkon qilaman deb plan qilgan ekan uyning egasi. Bu yog'imizga letniy basseyn qilib ishlayman degan ekan. Planlarida shunday planlar bo'lgan ekan. Endi uyning ichini bir qator ko'rsatib o'taman. Bu yog'imiz koridor. Bu yog'imizda bir xonasi meniki kuxnya qilsadan bo'ladi. Bu yog'imizda o'tomizda meniki banyaga qoldirilgan. Chiroyli remontlab ishlasanglar zo'r onda bo'ladi. Bu yog'imizda o'tomiz yana bir xonasi. Ağaçlar hammasi xadolarini maylab chiroyli deb bostirilgan ekan. Bu yog'imiz hol, qarasangiz bir xona qilsizdan bo'ladi bo'ldi. Lekin holuncha shu yerda shu turishunda qolsa zo'r planda bo'ladi. Bu yog'imiz o'tomiz yana bir xonasi, buni ko'rsatsa bo'ladi. Chiroyli deb ishlangan ekan. Bu yog'imiz kirish koridor, kirish eshigi. Bu yog'imizda mana ulkan bir zal. Memolarimizni chiroyli deb shu yerda ko'rsatsa bo'ladi. Bu yog'imizda o'tomiz mana spalniy qilsadan bo'ladi mana shu yerimizni. Ko'rsatsa bo'ladi. Mana shu uyimizni sotuvga qo'yib narxini kelib olmasak, narxini 170 million so'm aytyaptir. Yana aytishatan yerlari bor, kelishamiz deyiladi. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, baraka qilib yuboramiz. Mana shu uyimiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mang'it Makler kanali bizni kuzatishda davom etadi.